yashil ya'ni oqsil bo'lgan molimizni yana bittasi mana ekan. Yangi kelgan partiyamizdan yashil bo'lib qolibdi. Yaqinroqdan tumshuqlarni ham videoga oling. Buni qanaqa qilib davoladinglar, nima qilib davoladinglar deganlarga endi sirimizni asl aytmasa bo'lmaydi. Buni asosiy siri mana shu otlar yoniga boylab qo'yasizlar. Suzib ketaveradi, hech naqa qilish shart emas. Mana bog'lab qo'yganmiz. Suziladi. Albatta bu hazil. Biz videolarni xudo xolasa ko'rsani, to'liqroq ma'lumot berib, yana ham batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ya'ni bloger bo'lib nima qila olmaganimizga, uncha optimiz yo'qligiga ba'zi bir ayb bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar, lekin mashina ham davolab, hashak kirgan holatini sizlar bilan qo'yib beramiz. Mana ko'rib turibsizlar, tumshug'i, tillari ko'chishi, boshqasi, hech narsa yemayotgani addini qilib qo'yganmiz. Addini qilib qo'yishdan maqsad boshqa mollar yo'qishdan qo'rqish emas. Mana bitta molxonamizda ponusi turibdi. Addini qilishdan maqsad hozir bunga lechinalarni qilamiz. Kerak narsalarni beramiz. Avvalgiga bunga birinchi kun nimalarni qilamiz? Shu tomiridan ko'rib o'tkazib ko'rsatdik-ku. Haligi uy vohada chiqadigan. Qizil. Qizil. Samarqandda chiqadigan. Samarqandda chiqadigan. Penistir to'ris qilamiz. Bu hozir ushlatmaydi, aka, og'izga hech narsa qilmaymiz endi. Xudo xolasa, bizni kuzatishda davom eting. YouTube kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying, chunki Instagramda katta video qo'ya olmaganimiz sababli YouTube'ga batafsilroq qo'yamiz. YouTube'ga bir-ikki kundan qo'ya olmaymiz videoni, xudo xolasa qo'yib, batafsil yetkazganmiz ma'lumotlarni ichida o'rtasizlar. YouTube kanaliga sprey. Biz endi aka doktor emasmiz dedik. Aka eng arzon usulni xalqimizga qulay tushadigan usulni qilamiz dedik-ku beshida. Sprey bor, spreyni damashnisini tayyorlash, masalan, bittasi 60 ming turadigan spreyni 50 mingga 1 litr tayyorlashni o'rgatamiz, xudo xolasa. Ma'lum miqdor 250 ming bo'ladi. Tarkibi bir xil. Bunga tuzalguncha agar oyog'iga 4 mahal, og'ziga 5 mahal sprey sepilsa, bu 8 ta sprey ketadi aka. 8 ta sprey ketadi, qimmat tushib ketadi. U ko'p molga unaqa bo'lmaydi aka. O'shani biz haligi tarkibini ko'rib, shu doktorlar bilan maslahatlashib, ichida nima bo'lsa olib tayyorlab, shu 1 litrli bakalashga tayyorlab ishlatamiz. O'shani qilamiz aka. O'shanda manfaatli videolarni chiqaramiz. Bu videolarni chiqarishdan olishdan maqsad nima? Asli bizga unaqa bekorchigan vaqtimiz yo'q, o'zimiz mol kelib olib sot qilib tursak, lekin odamlar bizdan zirik qolmasligi uchun, hamma ham mol bilan olib sot shug'ullana olmagani uchun ko'pchilik shuning uchun bunaqa videolar qilyapmiz. Ozmuncha bo'lsa ham bir kishi, ikki kishiga ham qancha yengil bo'lsa ham foydamiz tegsa, o'sha tomondan xursandmiz biz. Qolgan narsada misol uchun kelib buni addini vaqt qilib olishdan ma'no maqsadimiz shu. Kimgadir ozgina bo'lsa ham nafimiz tegsin deymiz. Shuning uchun yaqinlarga ulashib qo'ying. Albatta like bosib qo'ying. So'radigan narsamiz shu. Chunki o'shandan biz ilhomlanib, u bloger ketdi deb o'zimizni xursand qilib, yana ham chiqazamiz shunaqa videolarni. Bitta proyekt qilganmiz ikkita molni. Uchinchisi bordi, syomka qila olmaydi unisini. Xudo xolasa unisini ham qo'yamiz. Kuzatishda davom etinglar. Qaysi yo'l bilan qanaqa yem berib, nima qilsa, qancha vez qo'shishini batafsil unda ham tushuntirib o'tganmiz. Qiziqqanlar bo'lsa, shu ekala nomerlar ham ishlayapti. Chorva haqida nima bilmoqchi bo'lsanlar, savol, qanaqa ratsion haqida. Ratsionni ham alohida vaqtimiz bo'lmaydi, to'g'risi. Alohida YouTube'ga katta video qilib, bizni fermada mollar qanchadan nima yemaydi, hammasini YouTube kanaliga chiqaramiz, xudo xolasa. Bu hamma retseptini beramiz, ochiq oydin. Ochiq oydin bemalol ekala nomer ham ishlaydi. Telefon qilib so'rab, qiziqtirgan savollarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Salomat bo'ling, yaqinlarga ulashib qo'ying.